Ayol kishi hayz paytida Ramazonning oxirgi 10 kechasini qanday o'tkazishi mumkin? Ba'zan shunday bo'ladiki, Ramazonning eng barakali kechalarida ayolda hayz boshlanadi. Lekin bu u ibodat va savobdan mahrum bo'ladi degani emas. Allohning rahmati juda keng, hatto bu kunlarda ham u uchun Allohga yaqinlashish va ibodat qilishning ko'p eshiklari ochiqdir. Ramazonning oxirgi 10 kechasida ayol quyidagilarni qilishi mumkin. Zikr va tasbih qilish, ertalabki va kechki zikrlarni o'qish, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatni ko'paytirish, Allohga duo qilishni ko'paytirish, ayniqsa hadisda kelgan duoni aytish. Ma'nosi: ey Alloh, albatta sen kechiruvchisan va kechirishni yaxshi ko'rasan. Bas, meni ham kechir. Qur'onni eshitish va uning ma'nolari haqida tafakkur qilish, islomiy ilm bilan shug'ullanish, foydali kitoblar o'qish va darslar eshitish, sadaqa berish va odamlarga yaxshilik qilish. Ayol kishi bu kunlarda namoz o'qimasa ham zikr, duo, sadaqa va Allohga ixlos bilan murojaat qilish orqali Qadr kechasining savobini izlashi mumkin. Alloh bandaning qalbidagi ixlos va harakatiga qaraydi. Shuning uchun bu barakali kechalar ibodatsiz o'tib ketmasin. Alloh taolo amallarimizni qabul qilsin va bizga Qadr kechasiga yetishishni nasib etsin. Amin.